Assalomu alaykum. Biz hozir Agrobank tomonidan tanlab olingan bir konturda bir mahsulot ekin yer maydonidamiz. Bu kontur tuman markazidan 45 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, ushbu loyiha Agrobank ATB Farg'ona viloyati Rishton tumani Oqoltin mahalla fuqarolar yig'inidagi 399-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda to'liq achchiq qalampir mahsulotlari ekilib, yer maydoni jami 10 gektar. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar to'liq ekilib, parvarishlanib, o'g'itlar bilan yetishtirilib kelinmoqda. Qalampir ko'chatlari aprel-may oylarida ekilish jarayonlari boshlanadi. Ekinlarni yetishtirish to'liq 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida o'z vaqtida sug'orilib, mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 20 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun yarim gektar yer maydonidan to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Olmazor Fayz dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Bu yil dehqonchilikdan loyiha bo'yicha har bir gektardan 25-30 tonnada jami 600 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin yer maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaligining daromadlarini oshirish niyatidamiz.